Assalomu alaykum. Men Nilufar. 2018-yil ko'p asabiylashib, xafagarchiliklarim ko'payib ketdi. Natijada men onkologiya kasalligini orttirib oldim. Tekshiruvlar natijasi shuni ko'rsatdiki, ko'krak saratoni bilan tashxislandim. Undan keyin to'g'risi doktorlardan qochib yurdim, doktorlarning aytganini qilmadim, ximioterapiyaga taklif qilishdi, bormadim. Undan keyin orada endi katta yo'qotishlar bo'ldi. Menda ham ota-onam birin-ketin o'tib qolishdi-yu. Doktorlarga borishga majbur bo'ldim endi. Vaqt o'tdi, ko'kragimdagi o'sha o'pxil kattalashishga boshladi. Men shu xonadonda G'ohar opam yordamchilari bo'lib 2015-yildan beri faoliyat yuritaman, uy yordamchisi bo'lib. To'g'risi ahamiyat bermaganman. G'ohar opam ichasan, ich derdilar. Kasallik bilan kasallanganimdan keyin to'g'ri orada ximioterapiyani ham olishga majbur bo'ldim. Oldim, lekin bu yog', maysara, keyin mungoltin anaqalari bor edi. Shularni ichdimda, meni hozirgi kunda mana qilayotgan ishim, men nimaga ixlos qilib qoldim shu narsaga, Feruza? Chunki meni kuz o'tgan yil 25-yil kuz oylarida borganimda mana limfa uzildi, menda o'zgarish bo'ldi. Qanaqa? Nadключный bilan podключнийda menda metastaza deb berishdi doktorlar. Keyin orada yana doktorga bormadim. Ozgina quloqsizligim bor. G'ohar opamni shu mahsulotlardan ichdim. Silver обязательно ichdim. Silver mahsuloti mana turadi bizada. Mana har kuni bo'tga kelganimdan meni vazifam har kuni G'ohar opamga o'xshab mana shu yog', karotina yog'ini ichamiz, keyin maysara. Обязательно bizada ertalabki ishimiz mana shu maysara bilan karotina yog'ini ichishdan boshlanadi. Ichishni boshladim. 3 mahal ixlos bilan ichsangiz, haqiqatan katta sizda yordam effekt bo'ladi. Men 19-aprel oyida bordim. Darmon diagnostika klinikasiga tekshiruvdan o'tkani borsam, metastazalar yo'q. Umuman biz katta anaqa o'zgarish bo'lgan, hayron bo'ldik. Yana xudo xolisa 3 kun, 4 kun bo'ldi, men tekshiruvlardan o'tib keldim. Metastaza yo'q. Organizmda metastaza yo'q. Men xursandman juda ham. Bizani eng katta bu xonadonda qiladigan ishim, o'zimning ishimdan, vazifamdan tashqari men qiladigan ishim shu maysara bilan yog' ichish.